Ruslan aka hozir mana Sevaraga tushuntirdingiz, EEG monitoring, EEG men baribir tushunmayapman, boshqalardan qanaqa farqi bor hozir bu bizdagi apparat? Хорошо, men kutaman o'zgina. Bu bunaqa narsada, короче, oddiy EEG nima qiladi? Oddiy EEG juda yuzaki ma'lumot oladi. EEG monitoring, hozir aytdimmi Sevaraga, bu bunaqa uzun vaqt ichida doimiy kuzatuv qiladi. Bosh miyada bo'ladigan proseslarni hammasini oladi. Biz nimaga uni uyquda qilyapmiz? Uyquda mana shu uyquni etaplari bor. Mana shu har bitta etapni biz nazorat qilib ko'rib chiqamiz. Uyg'oq holatda ham olamiz, unga har xil nagruzkalar, bosh miyaga har xil nagruzkalar, hali svet pirpirlab yonadi, qanaqadir qizil nuri bor uni, qanaqadir tovushli nagruzkasi bor uni. Shu nagruzkasi bilan ham olamiz. Shu nagruzka paytida bosh miyaga qanday ta'sir bo'ladi? Bosh miyada nima o'zgarishlar bo'ladi? Uyquni etaplarida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Bu nima beradi? Ba'zan bilasanmi nima bo'ladi? 8 soat olamiz EEG. 8-soatda qayerdadir o'chog'ini ko'rib qoladi. 7 soat ichida bosh miya chotki, 8-soat ichida qanaqadir o'choq chiqib qoladi. Keyin shuni davolaymiz. Biz uni 5 minut, 10 minut, yarim soat yoki 1 soat olsak, u o'choqni ko'rmaymiz-da o'zi. Поэтому iloji yo'q bunaqa davomiy uzoq vaqt ichida nazorat qilishimiz kerak shu narsani. Endi o'choqni topganimizdan keyin qayerda joylashgan u o'choq, qanaqa chuqurlikda joylashgan, qanaqa dori berishimiz mumkin, qanaqa dozada qanaqa dori berishimiz mumkin, shunga qarab keyin qilamiz. Oddiy eski karbamazepin, benzanal bilan u 30-40 yil oldin qolib ketgan narsalar ular. Hozir zamonaviy chotki dorilar chiqdi.